Mana shu nesa ham asaqalaq qildi. Ay dilim. Voy. Voy. Ustama aka nima bo'ldi aka? Voy dilim. Dilim shoq qoldi bor. Zahli qilyapti bor. Kun ham salqin bo'lib qoldi bor. Hozir egasiz gaplashmasa bo'lmaydi. Hormayli ustaga. Keling ism oling. Voy, Zahot ketdimi? vashcha o'tib ketdi aka. Gapirmang. 2 kun amir bor, berim olyapti. Berimni oldirib qo'ydim, bor mana zahlar. Boring aka. Astag'firulloh, ichmayman nima? Masajga boramiz ham. It qo'yaymi? Ya, shuncha eshikda ishlab, zaxlada ishlab, topgan pulimizni masajga ishlatamiz endi kelishib. Shani ayting. Undan ko'ra uy egasiga aytish kerak. Ataqlinani yoqib bersa, yoqib berdi. Bo'lmasa, ishni to'xtatish kerak edi. Surish kerak bu yerda. Shay hozir kunimizni o'tkazib, sog'lig'imizni ketkazib yurganlar nima naf? Ertaga kasal bo'lyapsiz, hech narsa ko'tarib kelmaydi baribir sizni. shani aytaman. Kecha gaplashish kerak yoki gaplashmasa bo'lmaydi. O'zimizni jonimiz o'zimizga kerak, oila a'zolarimizga kerak. Baribir hech kim minnatdor bo'lmaydi-da. Ertaga remont bitgandan keyin bitmasan, ishlaymisan deb hech kim yo'qlamaydi baribir. Kasal bo'lib shamollab yotsak ham yuzga bitta nemislar ham ko'tarib bormaydi. Ay gapirmang. Belni yomon og'ritib qo'ydim deyman. Nima o'tirish bu ish qilmasdan? Bu nima o'tirish bu? Ancha ish qo'ygansanlar deb o'tiribman. Sen gapiryapman uni. Aka, demay turibsiz, nima haqqingiz bor? Ish qilmaysanlar. Men turtishni bilaman, demay turibsiz. Adashingni qo'ysan menga. Sen aralashma ishingni qil. Ishlaringni qil. Tushunmadim. Ishingni qilmaysanlarmi? Nima adashingni qo'ysan menga? Sen aralashma. O'zingizni bosing, to'xtang. Aka, birinchidan sovuq, ikkinchidan zax. Aka, atapliklarni yoqib bermasangiz, kasbimizni ishimizni unib olmayapti. 2 kundan beri berim og'riyapti. Ataplikdan yoqish imkoniyatini yo'qman hozir. Aka, atapliklarni yoqmaydigan bo'lsangiz, yaxshisi ishni to'xtatib qo'yinglar, atapliklarni yoqqaningizdan keyin boshlaylik. Qanaqa dogovor bo'lgan, ishni bitirmaysanlarmi? Aka, siz bilan qanaqa dogovor qilganingizni esingizdan chiqib qoldi. Esimda bir haftada bir marta degan. Qani o'sha? Ketdimi, zahot ketdi, saunaga boramiz ham. Bu videoda zaxda qolib ketgan ikkalaga jalab qo'yinglar.